yuk tashuvchi transport vositalari tomonidan belgilangan vazn va hajm me'yorlariga amal qilish avtomobil yo'llarini asrash hamda harakat xavfsizligini ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Og'ir vaznli va me'yordan ortiq yuklangan transport vositalari yo'l qoplamasiga jiddiy zarar yetkazib, uning yemirilishiga, nosoz holatga kelishiga va natijada avariyaviy vaziyatlar yuzaga kelishi ehtimoli ortishiga sabab bo'ladi. Shu munosabat bilan avtomobil yo'llari texnik holat tahlili va harakat xavfsizligi markazi, yo'l harakati xavfsizligi xizmati hamda transport nazorati inspeksiyasi xodimlari tomonidan muntazam ravishda reyd tadbirlari o'tkazilib, yuk tashuvchi transport vositalarining harakati qat'iy nazorat qilinmoqda. Ushbu tadbirlar davomida transport vositalarining maxsus ruxsatnoma asosida harakatlanishi, yuklarning belgilangan me'yorlar doirasida ortilishi hamda yo'l harakati qoidalariga amal qilinishi sinchiklab tekshirilmoqda. Hozirda yurtimizda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarining oldini olish hamda avtomobil yo'llaridan samarali foydalanishda maqsadda yuk tashuvchi transport vositalarining ishtirokida muntazam reyd tadbirlari olib borilmoqda. Bu tadbirlar davomida transport vositalarining belgilanmagan vazn va hajm me'yorlariga rioya qilishini, maxsus ruxsatnoma asosida harakatlanish hamda yo'l harakati qoidalariga amal qilish qat'iy nazoratga olinmoqda. Olib borilayotgan nazorat ishlari natijasi avvalgi davrlarga nisbatan qoidabuzarlik holatlari sezilarli darajada kamaygan. Ayniqsa haydovchilar tomonidan ortiqcha yuk ortish holatlari kamayib, belgilangan tartib va me'yorga asosida yuk tashilayotgan reyd tadbirlarini amaliy samarasini ko'rish mumkin. Shu bilan birga harakat xavfsizligini xizmat xodimlari tomonidan profilaktik tushuntirish ishlari ham olib borilmoqda. Bu esa kelgusida yo'llarda intizomni yanada mustahkamlashga xizmat qilishi mumkin. Ushbu reyd tadbirlari natijasida ko'plab qoidabuzarlik holatlarining oldi olinib, haydovchilar orasida belgilangan tartib-qoidalarga amal qilinayotgan yuklarning me'yor asosida yuklanayotgani, belgilangan talablarga amal qilinayotgani aniqlanib, bu esa olib borilayotgan profilaktika choralari samara berayotganidan dalolatdir. Xulosa qilib aytganda, reyd tadbirlari nafaqat qoidabuzarliklarni aniqlash, balki ularning oldini olish, haydovchilarning mas'uliyatini oshirish va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.